Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Yana sizlar bilan eng so'nggi yangiliklar orqali g'oyibona ko'rishib turibmiz. Eron yana Hormuz bo'g'ozini yopdi. Eron harbiylari bayonotiga ko'ra, bunga AQSh kuchlari tomonidan bo'g'ozda davom etayotgan blokada sabab bo'lgan. Bu haqda Fars News Agency xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Erondan chiqayotgan kemalar harakatini cheklashni to'xtatmaguncha bo'g'ozdagi vaziyat keskin nazorat ostida va o'zgarishsiz qoladi. Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat avvalgi tartibga qaytarildi va ushbu strategik yo'lak qurolli kuchlar tomonidan qat'iy boshqaruv ostiga olindi. AQSh Eron tomonga yo'nalgan yoki undan chiqayotgan kemalar harakatini cheklashni to'xtatmaguncha bo'g'ozdagi vaziyat keskin nazorat ostida va o'zgarishsiz qoladi, deya qo'shimcha qildi Eron harbiylari. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Hormuz bo'g'ozi barcha tijorat kemalari uchun to'liq ochilganini ma'lum qilgan edi. U bu tartib Isroil va Livan o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish rejimi davomida amal qilishini aytgandi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa kecha Eron endi hech qachon Hormuz bo'g'ozini yopmaslikka va'da berganini aytgandi. Shuningdek, u AQSh Eron tankerlariga nisbatan blokadani Washington va Tehron o'rtasida kelishuv imzolanmagungacha davom ettirishini ham ta'kidlagan. Eng so'nggi yangiliklar va foydali ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Salomat bo'ling.